Misrdan gepatit Cga qarshi dori vositalari 3-partiyasi O'zbekistonga yetib keldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Misr hukumati tomonidan beg'araz taqdim etilgan gepatit Cga qarshi dori vositalarining 3-partiyasi O'zbekistonga yetib keldi, deb xabar berdi Daryo axborot agentligi. O'zbekiston elchixonasi va Misr Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyati o'rtasida o'tkazilgan muzokaralar natijasida erishilgan kelishuvlarga binoan umumiy qiymati $114,829 bo'lgan 28 dona qutidagi 7,440 dona Sofosbure 400 gramm dori vositalarining 2025-yildagi 3-partiyasi Shanxaydan Toshkentga olib kelindi. Mazkur dori vositalari Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Virusologiya ilmiy tekshiruv institutiga taqdim etildi va ular shifotalab bemorlar o'rtasida taqsimlandi. 1-iyun kuni Misrdan C gepatiti kasalligiga qarshi dori vositalarining 2025-yildagi ilk partiyasi olib kelingan edi. 9-iyunda ikkinchi partiyasi keltirildi. O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Misr hukumati tomonidan 2023-2024 yillar davomida ushbu virusga qarshi vazni 12,4 tonna bo'lgan Daclofenac va Sofosbuvir vositalarining 20 ta partiyasi mamlakatga yetkazib berilgan. Mazkur dori vositalarining umumiy qiymati $1,4 million ni tashkil etadi. Prezident qaroriga ko'ra, 2023-2025 yillar davomida virusli gepatit C turi bilan kasallangan 42 ming nafar bemorning har yili 10,5 mingdan davolash rejalashtirilgan. Mamlakatni 2023-yilgacha gepatit C dan xoli hudud maqomi erishish maqsad qilingan. Sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi berilgan ma'lumotiga ko'ra, o'tgan davr mobaynida gepatit C virusiga qarshi dori vositalari yordamida 41,81 nafar bemor kasallikdan samarali davolangan, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.